Assalomu alaykum. Oyatilla Umra kanalining hurmatli kuzatuvchilari, YouTube'da ko'rish turganimizdan juda ham xursandmiz. Bizni Instagramdan ko'pchilik kuzatishyapti. Xudo xolos umra safarlariga jo'natyapmiz. Qachonga, qayerdan reyslar bor degan obunachilarimiz videomiz oxirigacha ko'rib turasizlar, shoshilmasdan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Bizda qaranglar, hozirda reyslarimiz Toshkentdan qoldi, Namangandan qoldi, Farg'ona, Andijon joylarimiz to'g'ri tushuninglar, to'lib qoldi. Shunda bizni kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib kuzatib tursalar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib sizlar yangi reyslarimizni ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Joylaring bron qilishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan bormoqchi bo'lgan obunachilarimizga narxlarimiz $900 ham emas, $895 evaziga borishlaring mumkin bo'ladi. Vizasi bor bo'lsa deyapsizlarmi? Yo'q. Vizasi yo'q bo'lsa ham $895 dan borasizlar. Xudo xolasa vizalaring bo'ladigan bo'lsa $100 arzon bo'ladi. Ya'ni $795 evaziga umra safariga borishlaring mumkin bo'ladi. Oldin birorta traveldan borgan bo'lsalaring, masalan, Hikmat Traveldanmi, boshqasidan borgan bo'lsalaring, vizalaring 1 yillik beriladi. Hali muddati tugamagan bo'lsa, xudo xolasa bizga tashlasalaring biz uni ko'rib beraveramiz. Pastda telefon nomer qilaverasizlar. Xudo xolasa o'zimning nomerim turibdi. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilaman. Vizalaring bo'ladigan bo'lsa $795 dan, vizalaring yo'q bo'ladigan bo'lsa $895 dan xudo xolasa borish imkoniyati bo'ladi. Qachonga reyslar bor deyapsizlarmi? 1-avgustga bor, 3-avgustga bor, 5-avgustga bor. Xudo xolasa to'g'ridan-to'g'ri Madinaga uchasizlar. 6-avgust var, 10-avgustga xudo xolasa reyslarimiz bor. U Jiddaga uchiladi. Toshkentdan Jiddaga uchiladi. 1, 3, 5, 6 xudo xolasa Madinaga uchiladi. O'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Endi vodiydan Namangandan reys bor deyotdingiz deganlar uchun albatta Namangandan faqatgina 5-avgustga joyimiz qoldi. 1-avgustda ham bor edi joylarimiz. Endi hozircha to'lib qolibdi to'g'risi. Xo'p, 5-avgustga nechta joy qolganini mayli sizlarga aytib qo'yaveray. Biz o'zimiz obunachilarimiz 30 donagina xudo xolasa joyimiz qolibdi. 30 ta odamga xudo xolasa imkoniyat bor degani, bu degani ko'z tegmasin, xudo xolasa ketayotganlar juda ham ko'p. Vodiydan to'g'risi ko'pchilik boryapti. Andijonda joylarimiz to'ldi. Mana Namangan xudo xolasa 30 tagina joyimiz qoldi. Xo'p, Farg'ona joylarimiz to'layapti. Andijon joylarimiz umuman qolmadi. Andijonlik obunachilarimiz zo'r ekan. Xudo xolasa ketishyapti. Ular ham xudo xolasa umra safariga ketishyapti. Bugun to'g'risi o'zimizdan Farg'onadan ketishda Farg'onadan reysimiz bor edi. 30-iyul kuni Toshkentdan uchishda, Toshkentdan 12:30 da uchishda. Bugun xudo xolasa ertalab soat 8:30 da Farg'onadan uchishda. Sizlar ham xudo xolasa uchib ketishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, mana endi narxlarni aytib o'tsam, Namangandagi 5-avgust kuni narxini $965 dan qilib beramiz. Agar sizlarda vizalaring bo'ladigan bo'lsa $865 dan borish imkoniyati bo'ladi sizlarda. Xo'p, mana endi narxlarni aytib o'tdim, qachonga sanalar borligini aytib o'tdim. Endi sizlarga bitta reyslarni to'liq qilib xudo xolasa firmamiz tomonidan nimalar sizlarga qulayliklar borligini men sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, 14 kunlik umra ziyoratimiz bo'ladi. Madinada 200 metrdan 300 metrgacha, gostinitsamiz oralig'i bo'lsa Makkada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'ladi xudo xolasa. Avtobus xizmati bo'ladi, 24 soat sizlardan pul hech narsa olinmaydi. Xudo xolasa avtobus beminnat sizlarga xizmat qiladi. Firmamiz tomonidan hamma narsa qoplab qo'yilgan bo'ladi. Keyin ko'pchilik o'yladi, litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyami deydi. Albatta, litsenziyaga ega bo'lgan kompaniya xudo xolasa bemalol ishonsalaring bo'laveradi. Bemalol telefon qilsalaring litsenziyani rasmiga olib sizlarga tashlab berishi mumkin bo'ladi. Xudo xolasa ismim Oyatilla, o'zim nomerimni qo'yib qo'yapman. Madinada 200 metrdan 300 metrgacha bo'lishini aytdim. Makkada gostinitsamiz oralig'ini aytdim. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlar beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlar beriladi. Madinada 2 kecha-yu 1 kun bo'lasiz. 2 kecha-yu 3 kunduz bo'lasizlar. Xo'p, Makkada 11 kun bo'lasizlar xudo xolasa. Sizlarga chiroyli qilib 50 boshlarimiz bilmagan hamma narsalarni o'rgatishadi. 50 boshlarimiz malakali bo'ladi, iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishga harakat qiladi. Mabodoga agar bo'lmay qoladigan bo'lsa, 50 boshimiz aeroportda sizlarni Madina aeroportiga tushadigan bo'lsalaring, Madina aeroportida kutib olishadi. Makka aeroportiga tushadigan bo'lsalaring, Jidda aeroportiga tushadigan bo'lsalaring, Jiddada xudo xolasa kutib olishadi. Sizlarga chiroyli qilib xudo xolasa bilmagan hamma narsalarni o'rgatishadi. Firmamiz tomonidan beriladigan narsalar qaranglar, nimcha beriladi. Ayollarga, erkaklarga xudo xolasa oppoq qilib juda ham chiroyli O'zbekiston yozuvlari bilan ajralib turasizlar. Juda ham chiroyli sumka beriladi. Qaranglar, O'zbekiston yozuvlari bilan sumkalarni xudo xolasa sizlarga shunchaki bonus tariqasida qo'shib beramiz. Aeroportda bejik beriladi. Vizalaringni qo'llaringga chiqarib beramiz. Bizda joy bron qilish uchun faqatgina qizil pasportlarning o'zi bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa joylaringni bron qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi ko'pchilik to'lov shartlariga o'ylanadi. Qanday qilib sizlarga to'lovlarni amalga oshiramiz deydigan bo'lsalaring, xudo xolasa bizga telefon qilinglar. Yana to'liqroq ma'lumot beramiz. Videomizda ham sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, bizning ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatida bor. Asosiy ofisimiz Toshkentda bor. Xo'p, Andijonda bor, Farg'onada bor. O'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalaring, bolalar nomerini beramiz, lokatsiyasini beramiz. Xudo xolasa borib u joylarga ham
litsenziyani ko'zim bilan ko'raman deganlar uchun bemalol ko'rib o'shga to'liq kelsalaring bo'ladi. Xohlasalaring to'liq qilinglar ofisimizga ham, xohlasalaring ozgina zakolat berib qo'yadigan bo'lsalaring, qolganini aeroportda uchib ketishdan oldin bersalaring bo'ladi. Yo'q, endi men uzoqroqdaman, onlayn ham to'liq qilsam bo'ladimi degan obunachilarimiz uchun albatta rasmiy hisob raqamlar beramiz. Shunga $100 atrofida zakolat berasizlar. Keyin qolganini aeroportga borgandan keyin to'liq qilsalaring bo'ladi. Qizil pasportlaring bilan shu $100 atrofida zakolatni tashab qo'ysalaring rasmiy hisob raqamlariga zakolat sifatida o'tadi. Chunki biz unga nima qilamiz? Vizalaringni chiqartiramiz. Sizlarga pasportlaringni o'zini olib turib, bo'ldi aeroportga kelaveringlar deb qo'yadigan bo'lsangiz, sizlar agar kelmaydigan bo'lsalaring, bizga vizalaring shunchaki minus bo'ladi. Yonimizdan rasxod qilganimiz qoladi. Xolos, shunga hammamiz bir-birimizni to'g'ri tushungan holda shunda $100 atrofida zakolat olamiz. Bu ham xudo xolasa qolganini aeroportga borgandan keyin bemalol to'liq qilsalaring bo'ladi. Shart-sharoitlarimizni aytdik, narxlarimizni aytdik, qachonga reyslar borligini aytib o'tdik. Xudo xolasa to'lov shartlarini ham aytib o'tdik. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Pastda o'zimning nomerlarim turibdi. 24 soat aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga chiroyli qilib qo'ldan kelgancha ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha